Assalomu alaykum barchaga. Buyrakning tubulyar va interstitsial kasalliklari to'g'risidagi mavzumizni o'rganishga xush kelibsiz. Buyrakning struktur birligi glomerulus bo'ladi, glomerulyar apparat bo'ladigan bo'lsa, glomerulyar apparat. Undan keyin boshlanadi bizda proksimal egri bukli kanalchalar va mana shu egri bukli kanalchalardan keyin tushuvchi yo'g'on kanalcha, ingichka tushuvchi va loop deb aytiladigan qismi ko'tariluvchi ingichka va yo'g'on qismlari hamda yig'uvchi kanalchalar bo'lib siydik yo'li davom etadi. Mana shu yerga qon kelib, qon filtrlanib, proksimal egri bukli kanalchalarga o'tadi. Ma'lum bir qismi qayta so'rilib, kerakli moddalar va suv, qolgan qismi siydik sifatida tashqariga chiqarib yuborilishi kerak. So'rib olish jarayoni bu yerda ham, bu yerda ham, bu yerda ham bo'ladi va bu to'g'risida biz siz bilan fiziologiya darslarida gaplashib o'tganmiz. Endi ushbu darsda mana shu tubullarda, ya'ni kanalchalarda bo'ladigan muammolar yoki kanalchalarni orasini to'ldirib turadigan to'qima interstitsiya deb aytiladi. Shu yerda bo'ladigan muammolar to'g'risida gaplashib o'tamiz. O'tkir interstitsial nefrit. Mana interstitsiya nimaligini bilib oldik. Mana shu kanalchalar orasidagi to'ldirib turadigan maxsus modda. Va mana shu interstitsial nefritni keltirib chiqarish uchun bizda turli xil etiologik faktorlar bo'lishi kerak. Bu etiologik faktor vazifasini dorilar o'taydi. Dori moddalarini uzoq muddat qabul qilish, non-steroid yallig'lanishga qarshi dori vositalarini, penisillinlarni, diuretiklarni, ya'ni siydik haydovchi dori vositalarini qabul qilish immun tizimini qo'zg'atib yuboradi. Bular gapten deb aytiladi ushbu moddalar. Gapten degani o'zi mustaqil holatda immun tizimini aktivlay olmaydi, ya'ni ularga qarshi immun javob reaksiyasi shakllanmasligi kerak. Lekin bular ma'lum bir oqsil bilan birikib qoladigan bo'lsa, katta molekulalarni hosil qiladi va immun tizimi ushbu hosil bo'lgan gaptenga reaksiya ko'rsatadi va immun tizimi aktivlangandan keyin bu dorilar buyrakka keladi, baribir qon bilan aylanib buyrakda yallig'lanish jarayonini keltirib chiqaradi. Mana bu rasmga e'tibor bersak, glomerulusi normal turibdi. Ularning orasida interstitsiyada yallig'lanish hujayralari, mana yadrolik hujayralarni ko'rishimiz mumkin va bu interstitsial nefritga xos bo'lgan o'zgarish hisoblanadi. Klinikasida nima bo'ladi desak, siydik ajralish kamayadi, sababi tubullarning funksiyasi kamayadi, yallig'lanish jarayoni bo'lgandan keyin isitma rivojlanadi, tanada toshma paydo bo'lishi mumkin, chunki immun reaksiya butun tizim bo'ylab ketyapti va siydikda piuriya deb aytamiz, ya'ni leykotitlarning miqdorini siydikda ortishi bu piuriya deyiladi va aynan oq qon tanachalarini, ya'ni leykotitlarni eozinofil deb aytiladigan tipi interstitsial nefritda ortib ketadi. Ushbu kasallik buyrak papillyar nekroziga olib kelishi mumkin. Davolash uchun iste'mol qilinayotgan dorini to'xtatib turish kerak bo'ladi. Shunda immun tizimi o'zi sekinlashib, yallig'lanish jarayoni ham to'xtaydi. Shu o'rinda papillyar nekroz nimaligini gapirib o'tamiz. Papillyar nekroz bu papillalarning nekrozi deb aytiladi. Papilla o'zi nima desak, buyrakni bilamizki, uni korteks qismi, ya'ni po'stloq qismi va mag'iz qismi bo'ladi. Endi mana shu mag'iz qismida ichki tarafga qaragan piramidalar bo'ladi. Uchburchak ko'rinishda bo'ladi ular piramidalar. Va mana shu piramidalarning uchki qismini biz papilla deb aytamiz va bu yerda yig'uvchi kanalchalardan siydik buyrak chashka illahanka deb aytiladi. Ko'zachilariga, keyin jomlariga quyilib, ureter orqali siydik pufayga yo'naladi. Mana shu bordiyu papilla deb aytiladigan struktura nekrozga uchraydigan bo'lsa, buyrak papillyar nekrozi deb aytiladigan diagnoz qo'yiladi. Sabablari turli xil bo'lishi mumkin. Bu uzoq muddat og'riq qoldiradigan dorilarni iste'mol qilish, qandli diabetga uchraganlik, o'roqsimon anemiyani bo'lishi yoki o'tkir plli nefritni fonida ham rivojlanishi mumkin. Xo'p, bu yerda qon bilan ta'minlaydigan maxsus tomirlar bor. Mana shu tomirlar yuqorida sanab o'tilgan holatlarda yopilib qolishi yoki yallig'lanib turib, perfuziyani kamaytirishi mumkin. Shuning uchun perfuziya to'xtagandan keyin nekroz holati kuzatiladi. Va nekroz bo'lgandan keyin bu yerdan qon ketish bo'ladi va bu qon siydikda paydo bo'ladi. Bu holatni biz gematuriya deb aytamiz. Nekroz bo'lgan holatda keyinchalik yallig'lanish shakllanadi va bu og'riq belgilarini namoyon qiladi va og'riq aynan buyrak sohasida kuzatiladi. Qaysi buyrak shikastlangan bo'lsa, aynan shu buyrakda shikastlanish og'riq kuzatiladi. Keyingi holat bu o'tkir tubulyar nekroz. O'tkir tubulyar nekroz bu kanalchalar epiteliysining shikastlanishi va nekrozi hisoblanadi. Mana boya ko'rib chiqdik, glomerulus, undan keyin kanalcha boshlanadi. Kanalchalarda epiteliylar joylashgan bo'lib, bu epiteliylar nobud bo'ladigan bo'lsa, ko'chib chiqadi va kanalchani to'liq yopib qo'yadi.
Yopib qo'ygandan keyin filtrlangan qon endi pastga yura olmaydi va natijada filtrlanish jarayoni ham sekinlashib, siydik ajralmay qoladi. Ya'ni glomerular filtratsiya kamayadi. Bunga sabab nobud bo'lgan hujayralar kanalchalarni yopib qo'yishi bo'ldi. Filtratsiya kamaygandan keyin endi bizda siydikni miqdori ham kamayadi, ya'ni oliguriya kuzatiladi. Mana bu hosil bo'lgan va yo'lni yopib qo'ygan epiteliy hujayralari kanalchalarni shaklini oladi va silindrlarni hosil qiladi. Shuning uchun granulyar silindrlar siydikda ko'rinadi. Epiteliy nobud bo'lganligi uchun endi biz mana shu proksimal egri bugru kanalchalarda misol uchun natriyni reabsorpsiya qila olmaymiz va natijada natriy siydik bilan tashqariga chiqib ketadi. Shuning uchun natriyning siydikdagi konsentratsiyasi yuqoriligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Siydikning osmolyar bosimi ham ortadi. Bunga sabab nafaqat natriyni, balki glyukoza yoki fosfat yoki kalsiy shunga o'xshagan moddalarni ham siydik miqdorida ortib, siydikning zichligini oshirib yuborishi. Mana bu rasmga e'tibor beradigan bo'lsak, glomerullarni bo'shlig'i epiteliy bilan, kanalchalarning bo'shlig'i epiteliy bilan to'lib qolganligini payqaymiz. O'tkir buyrak nekrozini keltirib chiqaradigan holatlar turlicha bo'lishi mumkin. Bulardan birinchisi ishemik, ikkinchisi esa nefrotoksik bo'lishi mumkin. Ishemik degani mana bizda qon oqimi kelishi kamayib qoldi. Bu turli sabablarga ko'ra sepsis, shok, qon yo'qotish natijasida bo'lishi mumkin. Shunda energiyadan eng ko'p ishlatadigan hujayralar birinchi bo'lib nobud bo'ladi. Chunki qon kemadi, perfuziya kamayib ketdi. Bu degani ATF sintezi ham kamayib ketdi. ATF sintezi kamaysa, energiyaga eng moyil ko'p ishlatadigan hujayralar energiyasizlikdan nobud bo'ladi va bular proksimal egri bugru kanalchalar va qalin ko'tariluvchi kanalchalar hisoblanadi. Demak, ishemik turida aynan mana shu qismlari ko'proq shikastlanar ekan. Nefrotoksik turi bo'lsa, glomerulusdan keyin bizda proksimal egri bugru kanalchalar boshlanganligi uchun mana nefrotoksik modda keldi, filtrlanib o'tdi va birinchi bo'lib proksimal egri bugru kanalchalarni epiteliyasini shikastlaydi. Shuning uchun bu holatda proksimal egri bugru kanalchalarni epiteliyasi nobud bo'ladi. Nefrotoksik xususiyatga ega bo'lgan dori preparatlariga aminoglikozidlar yoki oddiy kimyoviy moddalardan ba'zi bir metallar, misol uchun qo'rg'oshin, mioglobulinuriya deb aytiladigan holat biz bilamiz gemoglobin bo'ladi va mioglobin bo'ladi. Mioglobin muskullarda joylashgan. Jismoniy harakatlardan keyin rabdomiyoliz deb aytiladigan holat kuzatilsa, muskullarning ichidagi mioglobin chiqib keladi, qonga boradi va u buyrak epiteliyasiga borganda buyrak epiteliyallarini nobud bo'lishiga olib keladi. Ko'pincha bu holat o'zidan o'zi tuzalib ketadi. Bordi-yu, yetarlicha e'tibor vaqtida ko'rsatilsa. Etilen glikol ham buyrak epiteliyasi uchun toksik hisoblanadi. Radiokontrast bo'yoqlar turli xil koronografik, intervension amaliyotlarni amalga oshirayotgan paytda ishlatiladi va ulardan keyin ko'pincha yurak yetishmovchilik holatlari aynan mana shu o'tkir buyrak nekrozi tufayli kelib chiqadi. Uratlarni to'planib qolishi buyrakda ham proksimal epiteliyalarni shikastlanishiga sabab bo'ladi. Uratlar qachon to'planadi desa, tumor lysis sindrom deb aytiladigan holat, ya'ni kimyoterapiya amaliyotini qabul qilgan bemorlarda ko'plab hujayralari nobud bo'ladi va ko'plab hujayralar regeneratsiya qilishga harakat qiladi va bu esa oxir-oqibat DNKni metabolizmini oshirib, oxirida siydik kislota miqdorini oshirib yuboradi. Siydik kislota suvda yaxshi erimaganligi tufayli buyrakda bo'g'imlarda to'planib qolib, buyrakda buyrak nekrozini, bo'g'imlarda esa artritni keltirib chiqaradi. O'tkir buyrak nekrozi. Klinik jihatdan boya aytganimizdek siydik hosil qila olmaydi. Dastlab oliguriya bo'ladi. Mana glomerulus turibdi bizda. Bu yerda biz epiteliy misol uchun nobud bo'lgandan keyin obstruksiya bo'lsa, siydik hosil bo'lish to'xtadi. Lekin vaqt o'tib nobud bo'lgan epiteliylar tashqariga chiqarib yuboriladi va endi tashqariga chiqib ketgan paytda biz uni granulyar silindr ko'rinishida payqab olamiz. Chunki mana shu trubkani bir qismiga qaraydigan bo'lsak, shu epiteliy bilan to'lgan bo'lsa, tashqariga chiqqandan keyin trubani bir qismini ko'rinishini olgan bo'ladi. Siydik hosil bo'lmagandan keyin qondagi kaliyning, azotning, kreatinning miqdori ortib ketadi. Bu giperkalemiya va boshqa kislotali muhitga ega bo'lgan moddalar miqdori ortishi natijasida metabolik atsidozni kelib chiqishini ko'rish, kreatin hamda mochivinani ortib ketishini ko'rishimiz mumkin. Shulardan giperkalemiya hayot uchun xavfli hisoblanadi, chunki yurakda fatal bo'lgan aritmiyalarni keltirib chiqarishi mumkin. Oradan 1-3 hafta o'tgandan keyin mana bu epiteliy hujayralari ketib, endi obstruksiya yo'qoladi va siydik hosil bo'lishi kuchayib ketadi.
Bunga sabab hali nobud bo'lgan hujayralarni, ya'ni epiteliylarni to'liq regeneratsiya bo'lmaganligi. Shuning uchun endi bu faza poliurik faza deb aytiladi. Ya'ni oliguriya endi poliuriya bilan almashadi. Ko'p sidik hosil bo'ladi. Endi biz ko'p natriy, ko'p kaliy, ko'p glyukozani yo'qotishni boshlaymiz. Lekin biroz yana vaqt o'tgandan keyin epiteliy hujayralari o'zini funksiyasini batamom qaytarib oladi va qondagi metabolitlarni miqdori ham normaga keladi. Keyingi kasallik bu Fanconi kasalligi deb aytiladi. Fanconi kasalligi buyrak kanalchalarining disfunksiyasini bitta subtiplaridan biri. Mana bizda kanalchalar turibdi. Bu aytganimizdek glomerulus, proksimal kanalchalar, tushuvchi kanalcha, ko'tariluvchi kanalcha, genli halqasi, ko'tariluvchi yo'g'on kanalcha, distal egri bur kanalchalar va yig'uvchi kanalchalar. Mana shu qaysi qismi parchalanganligiga qarab turli xil sindromlar farqlanadi. Buradan eng keng tarqalgani Fanconi sindromi hisoblanadi. Fanconi sindromida reabsorpsiya jarayoni buziladi. Mana shu glomerulusdan o'tib kelgan moddalarni biz qaytadan qonga so'rib yuborishimiz kerak. Masalan, glyukozani, fosfatni, kalsiyni, magniyni, aminokislotalarni. Endi shu funksiya buziladigan bo'lsa, bizda shu moddalarni sidik bilan yo'qotish holati paydo bo'ladi. Buning natijasida sidik bilan glyukoza chiqib, glyukoz urigani, fosfat chiqib, giperfosfat urigani, aminokislotalar chiqib, aminooksid urigani keltirib chiqaradi. Atsidoz holati shakllanadi. Bunga sabab ammoniyni qayta reabsorpsiya qilish imkoniyatining kamayib ketganligi va qonda fosfat yo'qotilgani uchun gipofosfatemiya, keyinchalik raxit holatlarini kelib chiqishi kuzatilishi mumkin agar bu bolalarda bo'ladigan bo'lsa. Kattalarda bo'lsa osteomalatsiya, ya'ni suyaklarning yumshashi holati kelib chiqadi. Bu holat orttirilgan yoki tug'ma bo'lishi mumkin. Orttirilgan bo'lishi turli xil infeksiyalardan keyin, turli xil dori preparatlardan keyin kuzatilishi mumkin. Xo'p, va yana birmuncha kamroq tarqalgan kasalliklardan biri Hartnap kasalligi deyiladi. Hartnap kasalligida faqatgina ma'lum bir tipdagi va aynan triptofan deb aytiladigan aminokislotaning reabsorpsiyasi buziladi. Buyrakda triptofanni reabsorpsiya qila olmaydi. Ichakdan ham triptofanni so'rib olish qobiliyati kamayadi. Qarabsizki, endi qonda triptofan aminokislotasining miqdori kam bo'lib qoldi. Triptofan bizga nima uchun kerak desa, u vitamin B3 ni yoki niatsin, o'zbekchasiga aytsak, nikotin kislotani sintez qilish uchun kerak bo'ladi. Endi vitamin B3 defitsiti paydo bo'lsa bizda pellagra deb aytiladigan kasallik rivojlanadi. Xo'p, pellagra o'zi nima desa, u vitamin B3 yetishmovchiligi natijasida kelib chiqadigan dermatit, ya'ni terining yallig'lanishi, aqlni ozishi, demensiya hamda ichki, ya'ni diareya bilan kechadigan kasallik. Bundan tashqari yana birmuncha tubulyar kasalliklar mavjud bo'lib, ularni tushunib olish qiyinchilik tug'dirmaydi. Misol uchun, biz testinuriya to'g'risida gaplashganmiz, buyrak toshlari mavzusida gaplashganmizda, unda kola deb aytiladigan mnemonikaga mos tushadigan sistin, arnitin, lizin kabi aminokislotalarni reabsorpsiyasi buzilar edi. Bartner sindromida tegishli joydagi kanalchalarning funksiyasi buziladi. Gitelman sindromida ham distal egri bukul kanalchalar. Liddle sindromida yig'uvchi kanalchalarda maxsus retseptorlarning funksiyasining yaxshi ishlamasligi kuzatiladi. Shu bilan ushbu mavzuda sizlar bilan ulashmoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz tugadi. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.